Assalomu alaykum. Surxondaryo Muzrabot. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida Semis kompaniyasining birinchi eksportavozga kelgan dehqon akamiz Avazjon aka sizlarga aytib bermoq va qanday bo'lgani. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun 2026-yil 13-may sanasida turibmiz. Yanvar oyida Semis kompaniyasining Grinja degan urug'ini bizga tavsiya qilgan edi. Shuni bir poprovga bir ekib ko'ring, qanday bo'lishi kerakligini aytasiz, yaxshi urug' deyishdi. Biz unga men avvalo boshida ishonmadim. Ha mayli buncha kepti ekan akam deb oldim urug'dan. Olib ekib ko'rdim. O'ta zo'r urug' ekan. Palaklari hali bunday palak ko'rmaganman. Shunchalik yaxshiki, tarvuzning ildiz sistemasi o'ta baquvvat, ildiz sistemasi. Kasallikka chidamligi mana ko'rib turibsizlar, mana shu qator shundan ketgan. Mana tarvuzlar har bittasi 10 kilo bor. Bu yerimizga bizga mos keldi bu urug'. Bu urug' mos keldi. Mana shunday. Buni kuzatishlaringiz, bironta palakda kasallik yo'q. Mana yashilligini ko'rib turibsizlar. Mana kelavering aka. Mana tarvuzlar, qarang. Mana bu urug'lar bu mana shunday, mana shu o'zi bilinib turibdi mana. Har bitta palakda ikkitadan kattaligini ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, shunday yaxshi urug' bizda umuman kasallik yo'q. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana qarang. Shu urug' buni yonida boshqa palak ekkanmiz mana. Ko'rsatishingiz mumkin. Bunga o'rgamchak kanna tushgan. O'rgamchak kannani ko'p dehqonlar biladi. Imini mana shu joyga men dori ham septirmadim, boshqa qilmadim. Sababi qani o'rgamchak kanna bularga o'tadimi, o'tmaydimi? Ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Shu maqsadda buni qoldirdik. Dori sepib, qolganiga dori sepilgan. Mana bu o'rgamchak kanna bitta edi, yoniga o'tdi bir-biriga. Lekin bu tarafga o'tmadi. Mana kelaverasizlar. Kelasiz. Mana shu hammasi shu Grinja kompaniya mana aka. Semis kompaniya tarvuz kattaligini qarang. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu tarvuzlar. Ikkinchisi mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Qanday palak bu. Buni bemalol ko'rsa. Buni olib ekishlaringizni tavsiya qilaman men. Hozir aka bilan shartnoma qilyapman. Mana tarvuzni, mana o'sha Grinjani hozir mana o'rtoqlarimni ko'rsating. Bular ruxsat so'ramasi yordi. Mening o'rtoqlarim bular. Bularga ruxsat hammaning o'rtog'i bo'lar-ku. Mana tarvuz. Ko'ryapsizlarmi? Mana aka. Rangini ko'ryapsizlarmi? Qizilligini. Endi bitta narsa qilamiz. Buni olib bunday ko'rasizlar. Buni ko'ryapsizmi? Buni yuragi deydi. Buni totib ko'rasiz. Totib ko'ringchi, do'stim. Buni qarang.